Assalomu alaykum hammaga. Bitta narsani men faktini keltirib berish uchun mushu ham haq bo'lyapti hozircha. Diktofonga zapis qilib, MP3 qilib, ijtimoiy tarmoqlarga yuklamoqchiman. Inshaalloh like shart emas, menga hech qanaqa komment ham shart emas, negativ yozish ham shart emas. O'zimizni dunyo qarashimiz bo'yicha kontentlar bor, shu video juda o'sha bo'yicha qisqacha gap. Birinchi o'rinda hayotiy gapini gapiraman-da, men misol. Birinchi o'rinda misol tradersiz, trading o'ynayapsiz. Yani Instagram kontentlarni ko'ryapsiz-da, hamma YouTube'da to'xtab qolmay trader videolarni ko'ryapsiz. Kripto trader, xullas hamma reklama qilyapti. Kurs sotyapti, hop bo'pti, reklama qilayotganida kurs misol shuncha pul topyapti-da. Shuncha pul topyapti-da, endi bu kurs sotish bilan nima qiladi hayronman. O'sha kurs sotib puliga u normalniy pul topgan bo'lsa, u kurs sotish nima keragi bor deysizda? Birinchi fakt. Ikkinchi fakt. Hech qachon traderda boy bo'lib ketgan inson o'zi yo'q. Boy bo'ladigan insonlar bor, faqat o'ynatayotgan odamlar boy bo'ladi. Kontoriyada ishlayotganlar boy bo'ladi. Demak, siz ko'rayotgan kontent videolaringiz hamma o'sha insonlar hammasi kontoriyaga ishlaydi. Kompaniya o'zi hisob shotini tashlab beradi. Realniy bo'lish uchun pul bilan video syomkalar bilan xullas o'xshatadi. Hozir qayda ko'p, hozir mana misol $100 pachka $100 bu. Qalbaq pul. To'g'ri? Endi bankka borayotganlar, realniy o'xshasin deb, men pul ichishayotganlarni ham ko'rsatyapti, realniy o'xshasin deb turib, shu bankka boradi, sizlarni misol o'ynayotgan o'sha insonni kursiga yozilgan yo o'sha inson bilan birga ishlayotgan odamlarni yutqizgan pulini 35% dan o'zini hisobiga tushadi. O'shani o'zini pulidan yo kimdirdan qarz olib, kattaroq odamlar qarz olib, bo'lmasam birorta kattaroq odam bo'lsa, men plastikni olganda pul ichishga menga degan bo'lishi mumkin. Prosta endi orasida katta оборот biznesda qilganlar bo'ladi. O'shalardan plastikni olib turishi mumkin. Variantlar ko'p xullas. Aytaman desa variantlar ko'p. Qanaqadir kompaniya, katta kompaniyaning egasi iltimos qilib mashtaqa qilmoqchi edim, okey deb o'xshatgan bo'lishi mumkin. Kartasiga tashlab beradi, bank tashqarisida turib turadi u odam, video qilib oladi, pulni chiqarib oladi-da, pulni o'sha kompaniya katta odam egasiga beradi. Qanaqadir muomalasini ham qilgan. Hech qachon tekinga mush o'rtoqga chiqmaydi. Prosta kontent uchun bankka borib pul yetishlarni ko'rish uchun shunday qilib kontent olgan bo'lishi mumkin. Yo ikkinchi fakti, siz yutqizgan pulingizdan qanchaydir miqdordagi pulni chiqarish mumkin. Shuning uchun men trading o'ynayman, boyib ketaman, men videoda ko'rib trader to'xtaman, minusda bo'lgan bo'lsa, yana plus bo'ladi, harakat qil. Bu minuslar vaqtincha, harakat qilsang yana plusga chiqamiz, juda degan videolar hammasi kontoriyaga ishlaydi. Instagramda ko'payib ketibdi. Bunaqa narsani ko'rdim. Xullas, yo'q narsa trader. Noqonuniy birinchidan. Yo'q narsa. Kazino o'ynagan bilan baravar trader. Uchinchidan harom. Agar siz musulmon inson bo'lsangiz, halol bilan halol ajratib olish aqlingiz yetsa, o'ynashni tavsiya bermayman. Chunki u harom. Kazinoda bu narsa yo'q narsa. Kimdirlar kredit oladi, 50 million kredit oladi, kimdirlar 100 million kredit oladi, kimdirlar 500 million kredit oladi. Shu o'yin uchun, depozitini ko'tarish uchun. O'ynaydi, plus xullas yutqizib oladi. Endi oyma-oy pul berish kerak. Bankdan qarz olib qo'ygan. Oyma-oy qilib berish uchun kimdirlardan qarz olib, plus-minusga kirib, qarzini yopadi, kreditini beradi. Oyma-oy o'tkazsa foizga qo'shilib ketadi. Keyin mo'ysasini sotadi, nimadir qiladi, xullas
bir yillik xullas shu tudu-suda qilib bank yopguncha ham o'zi sotmagan narsasi qolmaydi. Keyin chetga ishlaganish kerak. O'sha yerda ham ishlaydi, topgan pulini risk. Trader. Pulus bo'lishi mumkin, nisbatan. Kuchayib ketadigan darajada emas. O'zini berib qo'yadi. Kassa qilib yurib qo'yadi. Siz misol kassa o'ynayapsiz, bir yilda yig'ilib turgan pulingizni qayta berishi mumkin. Shunda to'xtatishingiz kerak. Shundan to'xtatmasangiz o'sha pul yana davom etaveradi. Vaqt o'taveradi, yana o'sha qayta o'sha tizimda ishlayveradi. Yana paftor yillab yana qayta paftor bo'ladi. Umringiz o'tadi. Hayotda yashash maqsadingiz qolmaydi, bir qanaqadir miyangizga o'rnab qolgan. Hammani fikri boy bo'lish. Misol men ham boy bo'lishni xohlayman. Oddiy insonman, o'rtacha. Hamma boy bo'lishni xohlaydi. Boy bo'lishni xohlasangiz, o'zingizni xususiy biznesingiz bo'ladi-ku. Sotiqchilikmi, kasb hunarmi? Odamni o'zini qiziqqan sohasidan pul topgan yetmaydi, halol. Shunga men sizlarga tavsiya beraman. Iloji boricha o'chirib tashlang, pulni ilovalarni o'chirib tashlang, pulni ekspertmi, tradermi, hammasini o'chirib tashlangda, o'zingizga qiziqqan sohangizda biznes qiling. O'sha sohada ishlang. U sohada ishlaganingizdan keyin bittada natija ko'rmaysiz. 1 yil o'tadi, 2 yil, 3 yil, 5 yillik natijani ko'rganingizda, o'zingiz qiziqqan sohangizda 5 yillik natijada traderda topadigan pulingizni biz 5 yilda shu uy, joy, mashina turusida qovura olasangiz, qilganingizdan keyin mana aytasan, to'g'ri gapirganim deysiz. 5 yil ichida natija topasiz, o'zingiz halol biznesingizda. Bo'lishni olmagan bo'lsangiz, bo'lishni olasiz. Uyingiz bo'lsa, uy olasiz. Baxtli hayot kechirasiz. Shuni bitta narsani bilib qo'ying. 4-5 ta uyi borlar, 4-5 ta mashinasi borlar. Shu Dubai joyida o'yib tashaganlar. O'sha narsani qulog'ingizga quyib qo'ying. Halol emas. Halollik faqat mehnatda. Mehnat halol ishlab topish halol. Tez boyib ketganlar, misol 4-5 ta mashinasi borlar, yo'q, qanaqadir kontoraga ishlab o'sha darajaga erishgan. Yo'q, misol korrupsiya. Shuning uchun odamlar sizlarga men ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganim uchun real faktni aytyapman. Men o'zimni boshimdan kelib chiqqan holatda aytyapman. 5 yil umrim o'tdi men. 5 yil umrim o'tib ketdi o'sha. Hech qanaqa natijaga erishganim yo'q. Minus bo'lsam bo'ldimki, hech qanaqa natijaga erishganim yo'q. Plus ham bo'ldi, nasib. Foyda yo'q, natija yo'q. Umrim o'tdi 5 yil ichida men agar men boshqa sohada, o'zimning biznesim sohasida qiziqib qolganimda bunaqa holatda bo'lib ketmagan bo'lar edim. Shuning uchun men bu shundan o'tganligi uchun trader, expert, mana mana kontoralar bor-ku, Melbet, Huybet, xullas trader, kripto, bitcoin hammasi yo'q narsa. Agar sizni telefoningizda shu ilovalar bo'lsa, bu shu bugun o'chirib tashlang. Mana aytdingiz. Oldindan rahmat. Sog' omon bo'linglar. Ko'p gapirib olgan bo'lsam uzr. Qolgan xulosa o'zingizdan. Tinch bo'lasizlar.